Assalomu alaykum. Robocon testdagi 0474-masalani yechamiz. O'yin. Masalani shartini o'qiymiz. Ali va G'ani o'yin o'ynashmoqda. O'yin quyidagicha. Dastlab o'yin doskasida birdan n-gacha nomerlangan toshlar mavjud. Har bir o'yinchi o'z navbati kelganda ketma-ket nomerlangan ikkita toshni o'yin doskasidan olib tashlash kerak. Demak, ketma-ket nomerlangan bo'lishi kerak va ikkita olib tashlash kerak ekan. Xo'sh, yurish amalga oshirilmaganlaridan keyin, demak, so'ng o'yin tugaydi. Demak, ikkita tosh ketma-ket ikkita toshni olib bo'lmagan vaziyat bo'lsa, demak o'yin tugar ekan. O'yin tugagan vaqtda doskada qolgan toshlarning soni to'q bo'lsa, Ali, demak, qolgan toshlar soni to'q bo'lsa, Ali g'olib bo'lar ekan. Aks holdachi G'ani g'olib bo'lar ekan. O'yinni Ali boshlab beradi. O'yin navbatma-navbat o'ynaladi. Har ikkala o'yinchi ham optimal o'ynaganida kim g'olib bo'lishini aniqlang. Demak, kirish faylda yagona butun son, demak n kiritilar ekan, bu toshlar soni. Chiqish faylda kim g'olib bo'lishini chop eting deyapti. Masalan, 3 ta bo'lganda Ali g'olib bo'lar ekan, 4 ta bo'lganda G'ani g'olib bo'lar ekan. Xo'sh, bu va shunga o'xshagan masalalarni yechishda bir boshdan yozib chiqamizda induksion usulda bironta qonuniyat aniqlanadi. Masalan, bu yerda birinchisi n kam bilan 1 bo'lishi mumkin ekan. Agar toshlar soni bitta bo'lsa, xo'sh, Ali boshlab bersa, bu yerda ketma-ket ikkita toshni olib tashlab bo'ladimi? Yo'q. Demak, o'yin tugadi. Endi nima bo'ladi? Kim g'olib bo'lgani qanday aniqlanadi? Toshlar soni nechta? Bitta. Soni bitta bo'lsa, demak, Ali g'olib bo'lgan bo'ladi. Demak, 1 bo'lganda Ali g'olib bo'lar ekan. Endi toshlar soni ikkita bo'lsa-chi? Ikkita bo'lsa, Ali boshlab beradi, to'g'rimi? Ali boshlab bersa, bu yerda bitta variant bor. Ketma-ket kelgan ikkita tosh shuni o'zi. Buni olib tashlasa, toshlar soni qancha qoladi? 0 ta qoladi. 0 juft son, eslatib o'tamiz. 0 juft son, 1 toq son, 2 juft son yana. Demak, juft bo'lgani uchun ikkinchisida, demak, G'ani g'olib bo'lar ekan. Mana, G'ani. Xo'sh. Endi bir xil qo'yaylik. Endi 3 ta bo'lsa-chi? Qarang. Demak, 1, 2, 3. Xo'sh, Ali boshlab berish kerak, to'g'rimi? Toshlar soni 3 ta bo'lganda Ali boshlab berish kerak. Bu xolasa buni oladi. O'zi ikkita variant bor. Bu ikkita ketma-ketni olib tashlaydi. Xolasa bu ikkita ketma-ketni olib tashlaydi. Nima bo'lganda ham ana olib tashlagandan keyin, demak, G'ani yurish uchun ikkita tosh qolmaydi. O'yin tugaydi. Qolgan toshlar soni nechta? Bitta. To'qmi bu? Ha, to'q. Demak, Ali g'olib bo'ladi. Mana bu yerdagi test ham shuni ko'rsatadi. Ali. Endi 4 ta bo'lganda G'ani ekan. Qani qanday ekan? Demak, 1, 2, 3, 4. Xo'sh, Ali boshlab beradi, to'g'rimi? Qarang, bu yerda optimal o'ylay deyapmiz. Agar buni ketma-ket buni o'chirsa, bu Ali o'chirsa buni G'ani o'chiradi. Demak, shu bilan o'yin tugaydi. Qolgan son toshlar soni nechta? 0 ta. 0 nima edi? Juft edi. Demak, 4 ta bo'lganda G'ani yutar ekan. Endi qarang, boshqacha keling o'chirib chiqamiz. 1, 2, 3, 4 bo'lsa, faraz qiling, ana bu yerda birinchi o'chirdi bu. 2 bilan 3 ni o'chirdi deylik. Endi bu o'chirib ketma-ket emas, o'chira olmaydi. Qolgan toshlar soni nechta? 4 2 ta. Bu ham juftmi? Demak, yana G'ani yutar ekan. Endi bu kelinki buni o'chirdi deylik. Biz boshqa variant qolmadi. 3-variant shu. Bu undan keyin G'ani buni o'chiradi. Yana 0 ta qoladi. Yana 0 juft son bo'lgan ekan, yana G'ani g'olib bo'ladi. Demak, e'tibor berdik, ha. Endi 5 ta bo'lganda-chi? 4, 5. 5 ta bo'lganda endi e'tibor beryapmiz-a, qarang. 1 bo'lganda Ali, 2 bo'lganda G'ani, 3 bo'lganda toshlar soni Ali, 4 bo'lganda G'ani. Shundan o'zi qonuniyatni ko'rsak bo'ladi. Demak, toq bo'lganda Ali, juft bo'lganda G'ani g'olib bo'lyapti. Keling 5 bo'lganda ko'raylik. Masalan, bu bitta variantlar. Buni olib tashlasa, 1 bilan 2 ni olib tashlasa Ali, undan keyin bu xolasa buni olib tashlash mumkin, buni olib tashlash mumkin. Ikkala holatda ham bitta qoladi va bitta qolganiga toq bo'ladi, Ali yutib chiqadi shundan. 5 ta bo'lganda. Endi kelingki bu 1 2 emas, ana bu 2 3 ni o'chirdi deylik. 2 3 ni o'chirsa, buni o'chiradi, G'ani buni o'chiradi va yana toq qoladi. Yana Ali yutib chiqadi. Demak, e'tibor bersak, nima bo'lganda ham ana bu qonuniyatga ishlayapti. Demak, toq bo'lganda Ali, juft bo'lganda G'ani yutar ekan. Bo'ldi, bu algoritm edi. Endi
Shuni bu algoritm asosida bu osongina yechiladi. Demak, kiritilgan son toq bo'lsa ali deb chiqaramiz, juft bo'lsa g'ani deb chiqaramiz. Xolos. Keling, endi shu masalani C# da yechaylik. Demak, Visual Studioda C# tilida proyekt bosib qilib olamiz. Qayerga saqlashni ko'rsatib, create'ni bosamiz. Xo'sh, demak, ortiqcha bibliotekalarni o'chirib tashlaymiz. Demak, bitta int tipida, demak, n o'zgaruvchi e'lon qilib olamiz va int parse bilan console readline deymiz. Demak, to'liq qatorni o'qib olib va uni int tipiga o'girib olamiz. N ga yozamiz shuni. Endi toq bo'lsa, demak, kelinki string natija deylik. Natija kelinki ali yutadi deylik. Doim ali yutadi. Qarang, 1 3 5 ta ali yutadi. Qachon g'ani yutadi? 2 4 da, ya'ni juft bo'lganda. Demak, agar if deymiz, n ni 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, ya'ni juft bo'lsa, natija teng g'ani deymiz. Aks holdachi, agar bu juft bo'lmasa, toq bo'lsa-chi, hech narsa o'zgarish bo'lmaydi, aliligicha qolaveradi. Va buni endi console writeline natija deb ekranda chiqaramiz. Tekshirib ko'raylik. Xo'sh, yana misol uchun 3 bo'lsa, ali to'g'ri. 4 bo'lsa, g'ani to'g'ri. Demak, tushundik-a? Bu yerda ali yutadi deb o'ylaymiz. Agar juft bo'lsa, g'aniga o'zgartirib qo'yamiz, tamom? Va natijani chiqaramiz. Endi buni olib baholash uchun yuboramiz. Va bu yerdan C#.net ni tanlab yuborishni bosamiz. Va ana testlardan o'tishini kutamiz. 100 ta test bor, boya Javadan ko'rdik. Hamma testlardan o'tishini kutamiz. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning C#dagi yechimi edi. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Ilm tarqalishiga hissa qo'shish uchun like bosamiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosamiz.